YouTube mutaxassisi bo'lganim uchun ko'pchilik mendan bir xil savol so'raydi. Qanday qilib YouTube orqali daromad qilasan degan. To'g'risi bu haqida gapirgim kelmaydi, qayta-qayta beriladigan savollar. Mayli shuni bitta video qilib sizlarga bugun shu haqida aytib berishlikka qaror qildim. YouTube shunchaki video ko'radigan joy emas. U sizga daromad olib keladigan, sizni tanitadigan, biznesingiz bo'lsa, biznesingizni ham mashhur qilib, hatto hayotingizni ham o'zgartirib oladigan platforma. Misol keltirish kerak bo'lsa, birinchi misol o'zimman. YouTube orqali hayotim ham o'zgargan, daromad ham qilaman, biznesim ham bor. Yetarlicha mashhur insonlar oldida o'zimga yarasha obro'yim ham bor. Ammo ko'pchilik bu platformani faqat blogerlar uchun deb o'ylashadi. Lekin siz ham YouTube orqali bu narsalarga erishishingiz mumkin. Faqat sizga quyidagi 5 ta muhim narsa kerak bo'ladi. Video davomida bu asosiy 5 ta narsani bilib olasiz. Birinchisi YouTube qilgan eng katta yangilik, ikkinchisi 3 ta YouTube'da tez ko'taradigan kontent turlari, uchinchisi hozir uchun emas, kelajak uchun ishlaysiz. To'rtinchisi negativlar sizni yo'ldan adashtirishligi va beshinchisi aqlli YouTuberlar kichik auditoriya bilan ham millionlab pul qila oladi. Demak, YouTube'ga nima bo'lyapti? YouTube kichik kanallarni ham rekomendatsiyaga beryapti. O'zimda 2025-yilning boshidan beri qilayotgan tadqiqotlarim va analizlarimga ko'ra, global YouTube'da ham, mahalliy bo'lgan o'zimizda O'zbekiston YouTube kanallarida ham kichik kanallarni tez rivojlantiryapti va videolarni rekomendatsiyaga beryapti. Bu degani YouTube 2025-yilda kichik kanallarni ham rekomendatsiyaga berishni boshlagan va bu haqida esa men YouTube kreatorlarining fikrini ko'rib qoldim. Keyin esa asosiy sababni tushundim. Bu YouTube reklamalardan pul topishligi. Ya'ni yangi YouTuberlar kontent qilishligi, ularning videolarini ko'proq prosmotrga berishi ularga motivatsiya bo'ladi. Va bu yana ko'proq kontent qilishga olib keladi. Ko'proq kontentlar, ko'proq reklama va ko'proq daromad. O'zimda 5 yillik YouTube'dagi faoliyatim va bu faoliyatim davomida 50 dan ortiq yuritgan kanallarimda qilgan xulosam bor. Va bu xulosam YouTube'da eng tez ko'tariladigan 3 ta kontent turini aniqlab beradi. Siz esa bu 3 ta kontent turi bilan shu yilning yakunigacha, hatto 2026-yilda ham YouTube'ni portlatishingiz mumkin. Lekin bu 3 ta kontent turiga o'tishimdan avval sizga eng muhim narsa haqida aytib bermoqchiman. Bu video kontent tayyor bo'lib sizlarga yetib borishlikda doim yordam berib kelayotgan YouTube va media agentligi, ya'ni o'zimizda jamoamizga rahmat aytmoqchiman. Biz bu YouTube loyihalarini rivojlantirishimiz uchun tabiiyki YouTube mutaxassislari bizga kerak. Ayni vaqtda O'zbekiston kontent bozorida talabga javob beradigan YouTube mutaxassislarining kamligi uchun o'zimiz 1 yil avval maxsus shogirdlik dasturini yo'lga qo'yganman. Oradan 1 yil vaqt o'tdi va biz 1 yil davomida jamoamiz bilan yangi bilimlarni, yangi loyihalarni olib, yangi tajribalarga ega bo'ldik. Va mana shu tajribalar va bilimlarni jamlab shogirdlik dasturimizni yangiladik. Agar sizga yangilangan shogirdlik dasturim qiziq bo'lsa, YouTube mutaxassisi bo'lib, ko'proq daromad qilishni xohlasangiz, video ostiga qo'yilgan linkdan ro'yxatdan o'ting va biz sizga bog'lanamiz. Shogirdlik dasturi haqida video oxirida batafsil aytib beraman. Birinchi kontent turi bu sayohat. Bu chet elga borib olinadigan sayohat videolari emas, aksincha content creatorning bugungi kundagi ishlariga sayohat videolar. Ya'ni siz olgan videolarda kuzatuvchi xuddi sayohat qilgandek bo'lsin. Siz borgan joyga siz bilan birga borgandek his qilish kerak. Aynan shu turdagi videolar hozir butun dunyo bo'ylab ko'plab ko'rilmoqda. Bunga chet ellik YouTuber hamda bodybuilder Sam Sulekni misol qilib keltira olaman. U har kuni YouTube kanaliga video joylaydi. Zalga borganligi, nima uchun borganligi, qanaqa mashqlar qilganligi va hokazo. O'zbekistondan esa Kamol Qahhorovni misol qilib ko'rsatib bera olaman. Uni 2 ta YouTube kanali bor. Birida challenge'lar qiladigan bo'lsa har xil, ikkinchisida esa live videolar qiladi. Bundagi misollar Uski quruq bilan dacha, tog', dam olishga chiqdik, yangi uy oldim haqidagi mavzular 100 ming martalab ko'rilgan. Bu yerda qilgan asosiy ishlari hamma narsani boricha batafsil ko'rsatib bergan, faqat ideal natijalarni ko'rsatmasdan. Ikkinchi turdagi kontent bu doim o'rganuvchi obrazi. Bu turdagi kontentlar orqali sizni doimiy o'quvchi pozitsiyasida ko'rsatib beradi va bu yo'nalishda siz istalgan sohada qo'llay olishingiz mumkin. Masalan, biznes bo'yicha Daniel Dellanni misol qilib ko'rsata olaman. U o'zini Xitoy va Gonkong shaharlarida biznes boshlayotgani haqida kontentlar joylab boradi. O'zbekistonda esa bunaqa turdagi hali kontentlar yo'q. Agar kimdir YouTube'ga kirmoqchi bo'lsa, mana shu yo'nalishda kontent qilishligini ideya sifatida maslahat beraman. Bu kontentdagi eng asosiy jihatini aytib o'tamanki, siz
biznesingizda bo'layotgan yaxshi holatni ham, yomon holat haqida ham kontentlarni joylab borishingiz kerak bo'ladi. Faqat ideal holatini ko'rsatmasdan. Bo'lmasam, sizni kuzatuvchilaringiz o'rtasidagi sodiqlik va qiziqishlari jiddiy tarzda tushib ketadi. Uchinchi kontent turi bu ekspertning kontenti. Ya'ni siz bir sohada mutaxassissiz va bu sohada anchadan beri borsiz. Endi esa siz bu sohani YouTube'da o'rgatib berib, anchagina mashhur bo'lishingiz mumkin. Faqat bu yerdagi eng muhim narsa so'zga usta, gapirishga usta, kamera bilan yaxshi ishlaydigan inson bo'lishingiz yoki shuni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Siz yaxshi mutaxassis bo'lishingiz mumkin, lekin yaxshi gapira olmasangiz, kuzatuvchilarning sodiqligi, sizni uzoq vaqt ko'rishligi pasayib kelishiga olib ketishi mumkin. Bunga chet eldan misollar ham bor. Alex Hormozi va Charlie Morgan. Bular shu qadar zo'r gapirganda insonlarning sodiqligi, videosini soatlar davomida uzoqroq ko'rishiga sabab bo'ladi va bular ekspertning kontentda dunyoga mashhur bo'la olgan bir necha misollardan biri xolos. Bu yo'nalishda faqat nazardan chetda qoldirish kerak bo'lmagan bir muhim qismi bor. Siz barcha ma'lumotlarni yuqorida aytgan ikkita spikerimga o'xshab turib bepulga beradigan bo'lsangiz, qiymatlarini ochiqchasiga kontentlarda ko'rsatadigan bo'lsangiz, ularga o'xshab xizmatingizni qimmatroqqa sota olasiz. Siz ham xuddi shunday kontentlar qilishingiz mumkin. Bu uchun siz magistr yoki bir doktoranturani bitirgan diplomga ega mutaxassis bo'lishingiz shart emas. Shunchaki sohangizda mutaxassis bo'ling va bugun boshlang. YouTube hozirgi kunda O'zbekistonda juda ham tez rivojlanib kelyapti. Agar siz bugun boshlamasangiz, kelasi yil kech bo'lishi mumkin. Aslida boshqa tomondan qaralsa, hozir boshlasangiz ham hozir natija qila olmaysiz. Bu nazariyani dunyoning mashhur olimlari, faylasuflari ham aytib o'tishgan. Hattoki Atom odatlar kitobida ham yangi bir odatni shakllantirish uchun har kuni 1% dan qilib borsang, 1 yilda 37 barobargacha yaxshilanib ketishligi va rivojlanish haqida to'xtalib o'tilgan. Shu yerda bir kichkina izoh berib o'tmoqchiman. YouTube'da video boshlab, birinchidan natija qilish hammada ham o'xshamasligi mumkin, lekin ayrim holatlar ham bor, birinchidan o'xshab ketgan. Keling bu algoritmda o'zimdan kes qilib ko'rsatib beraman. Men YouTube kanal ochib turib video joylaganimda 5000 ta obunachi to'plagan edim va oxirgi videoni joylaganimdan so'ng deyarli 7 oy mobaynida birorta ham video kanalimga joylamadim. Lekin obunachilarim soni 11000, 12000 atrofida yig'ildi. Va har oy kanalimda ko'rishlar soni 22000 va 27000 prosmotrlar orasida bo'lgan. Men 7 oy davomida kanalimga birorta ham video yuklamaganini aytdim. Agar shu yana video yuklamaganimda, bu kanalim davomiy o'sib turib 1 yilda hatto 20000 yoki 30000 ta obunachi ham yig'ib qo'yishim mumkin edi. Agar men oldin yuklagan barcha videolarimning ichida sotuv qismini qo'yib, biror bir mahsulotimda yoki konsultatsiyamda yoki videoni boshlayotgandek agentligim haqida ma'lumot berganimda, bu YouTube videolari sabab menga doimiy mijozlar oqimi kelib ta'minlab turgan bo'lar edi. Xudoga shukur, bundan tashqari ham mijozlarimiz ko'p. Bu misol tariqasida aytilyapti. Davom etamiz. Ya'ni siz bitta video tayyorladingizmi, u video sizga yillar davomida obunachi olib kelishligi, prosmotrlaringizni oshishiga, agar sotuv bo'lsa, daromad ham olib kelishligi mumkin. Agar shuncha sabab va faktlardan keyin ham siz YouTube'ga kirmaydigan bo'lsangiz, kelajagingiz haqida qanchalik qayg'urasiz bilmayman. Va menimcha bundan ortiqcha gap kerak emas. Bu aytayotgan misolim YouTube kanalida boshlab turib to'xtatib qo'yilgan misolda. Mana shu yerda yana bir narsaga ahamiyat bering. Bu YouTube kanal atiga 15 tagina video qo'yib, nostabil yuritib, ayrim algoritmik asoslariga qarab ishlamasdan, orada 7 oylab video yuklamaganda shunaqa natija bo'lyapti. Agar siz YouTube'da qonun qoidalarga amal qilishni o'rganib, doimiy YouTube kanaliga videolarni joylab borsangiz, bu video bazalari kengayib borsa, kelajak uchun qanaqa katta investitsiya qilishligingizni tasavvur qilib ko'ryapsizmi? Bu yildan yilga necha karralab o'sib borishini tasavvur qilyapsizmi? Atom odatlari kitobini misol keltirdim. 1% gina har kuni yaxshilab borishlik bu yilda 37 barobarga oshirishligini aytildi. Agar siz shuni yillar davomida o'qib borsangiz, necha barobarlab ko'proq daromad manbai bo'lishligini, o'zingizda kanalingiz va obunachilaringiz ko'payishini, prosmotrlar qanaqa millionlab bo'lishligini tasavvur qilyapsiz? Mana katta youtuberlarni va millionlab prosmotrlarni siri qayerda? Demak, nega boshlash kerak? Kelajakda sizga ko'proq daromad keltirishligi uchun ham hozir boshlashingiz kerak. Bu holatda sizga ta'sir qiluvchi tashqi omillar ham yo'q emas. Sizni hayotingizga, ishlaringizga ta'sir qiladigan tashqi omillardan biri bu negativlar. Bu jarayonda sizga eng qo'l keladigan uslub bu negativlarga ahamiyat bermaslik. Agar qo'lingizdan kelsa, negativlardan qocha oling. Nafaqat siz qo'ygan videolarni kommentariyada bildirilgan negativlar. Siz video boshlasangiz, YouTube kanalini boshlaganingizdan so'ng do'stlaringiz, qarindoshlaringiz, hatto oilangiz ham sizga negativ bildirishligi mumkin.
Bu narsa tabiiy holat, lekin uni siz natijaviyligini ko'rsatib, oddiy qilib aytganda daromad manbaini oshirganingizdan keyin ular seni bu daromadsizlik nimada deb turib maslahat so'rashdan ham boshlaydi. O'sha payt mana marhamat YouTube deysiz. Aytib o'tgandek, bu jarayon tabiiy jarayon. Bu degani sizning do'stlaringiz, oilangiz, qarindoshlaringiz sizni yomon ko'rib negativ bildirmaydi, faqat bo'layotgan yangiliklarga yoki sizni odatda bu holatda ko'rmagan bo'lsa, bunga reaksiya bildirishligi tabiiy demoqchiman, lekin ular sizni baribir yaxshi ko'rishadi, qadrlashadi va ular sizga yomonlikni emas, yaxshilikni ravo ko'rganligi uchun bu tabiiy reaksiyani beradi. Siz mana shu joyda munosabatlar bilan aralashtirib yubormasligingizni so'rayman. Dunyoning eng kuchli youtuberlardan biri Mr. Beast ham negativlardan qoching. U sizga negativ kayfiyat beradi va bu kayfiyat videoga ta'sir qiladi. Video esa kuzatuvchilarga qiziq emasdek tuyulishga sabab bo'ladi degan. Doim o'z maqsadlaringizga pozitiv va realist bo'lib turib qarang. Siz esa aqlliroq bo'lsangiz buni oldindan qila olasiz. Aqlli youtuberlar esa qanday qilib yaxshi pul qilishni ham bilishadi. Keling endi qanday qilib soha qilishlarini siz bilan ko'rib chiqamiz. Ularni birinchi qiladigan ishlari o'zini maqsadli auditoriyasini belgilab oladi va nimadir sotishmoqchi bo'lsa, ularga kontent strategiya ishlab chiqadi. Bu joyda daromad qilishning bir necha uslublari bor. Birinchi usul info mahsulotlar sotish bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, belgilangan maqsadli auditoriyani og'riqlari aniqlaniladi va shu og'riqlardan kelib chiqib, kontent strategiya ishlab chiqariladi. Bu bilimlar hozirgi kunda bizni prodyuserlarimizga juda ham ko'p kerak bo'ladigan qo'llanma. Agar siz ham prodyuser bo'ladigan bo'lsangiz, YouTube bilimlarini shuning uchun tezroq o'rganing. YouTube bilimini qancha tez o'rgansangiz, bozorda prodyuser sifatida pozitsiyangiz shuncha kuchli, mustahkam va albatta daromadingiz ancha yuqori bo'ladi. Mana shu joyda prodyuserlarga o'zlarining tilidan aytganda bir fishka berib o'tay. Agar siz YouTube orqali zapus qiladigan bo'lsangiz, sizlardagi eng og'riqli masala, ya'ni fail bo'lish ehtimolligi deyarli 0 ga teng bo'ladi. Agar siz ham o'rganmoqchi bo'lsangiz, marhamat, videoning ostida men havola qoldirganman. Aytgandek ro'yxatga o'tib qo'ying. Ikkinchi uslub xizmatlarni sotish orqali bo'ladi. Bizda bundan yetarlicha misollar bor. Doim aytib keladigan va ko'rsatadigan misollardan bittasi raqamizatsiya loyihasi bor. Biz bu loyihada podkast uslubida videolar qilib, 1 yil davomida aniq o'lchangan, deyarli $100,000 ga yaqin bo'lgan sotuvlarni qilganmiz. Va bu yerda inobatga olishingiz kerak bo'lgan yana bir narsa, o'rtacha chekimiz $10,000 ga yaqin bo'lgan va shuni atrofida bo'lgan xizmat turi, ya'ni SAP xizmatini sotish bo'lgan. Mana shu joyda yana bir ustunligini aytib ketaman YouTube'da. Agar siz qimmat mahsulotlarni ham sotmoqchi bo'lsangiz, misol uchun realtor bo'lasiz, boshqa yo'nalishda bo'lasiz, uylar sotasiz, qurilish kompaniyalari bo'lishingiz mumkin. Marhamat, YouTube'ga kiring. YouTube'da qimmat sotish ham anchagina arzon. Uchinchi uslub reklamalar orqali daromad qilish bo'ladi. Albatta, reklamalar orqali daromad qilish uchun sizga sodiq auditoriya va ko'proq auditoriya kerak bo'ladi. Lekin reklama orqali daromad qilishni boshlashning ikkita yo'li bor. Birinchisi, sizda hech bo'lmasam 10,000 ta obunachi bo'lishligi kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam, sizni stabil ravishda, ya'ni doimiy ravishda har bir videolaringiz eng kamida ko'rilish kerak bo'lgan diapazon bo'ladi. Misol uchun har bir videongiz 10,000 va 25,000 ko'rishlar soni orasida bo'ladigan bo'lsa ham, bemalol siz reklama olishligingiz mumkin. Agar obunachilaringiz hatto 10,000 dan kam bo'lsa ham. Bu mavzuning ichiga kiradigan bo'lsak ham o'zi alohida katta YouTube video bo'ladi. Keling, darsimizda sizga qolganini batafsil aytib o'rgatib beraman. Videoning oxirida shogirdlik dasturimda nimalarda o'rgatishimni aytib beraman degan edim. Oddiy qilib aytsam, A dan Z gacha YouTube'dagi barcha ma'lumotlarni emas, A'dan tutuq belgisigacha o'zim shu 5 yil davomida nimalarda o'rgangan bo'lsam, qanaqa tajribalar va xatolar qilgan bo'lsam, nima yutuqlarga erishgan bo'lsam, 50 dan ortiq loyihalarda to'plagan tajribalarimda jamlangan eng go'shtli qismlarini sizga o'rgataman. Shogirdlik dasturimiz 2 oy davom etadi. 1 oy nazariy qism, 1 oy amaliy qism bo'ladi va har bitta insonda uyga vazifalari bo'ladimi? Har bitta darsda amaliy holatlari bo'ladimi? Nazoratga qattiq olingan bo'ladi. Endi bu shogirdlik dasturi kimlarga to'g'ri keladi deydigan bo'lsangiz, eshiting. Siz esa menejeri, marketolog, prodyuser, content menejeri, proyekt menejerlar, dizayner bo'ladigan bo'lsangiz, hatto operator, montajyor bo'ladigan bo'lsangiz, umuman YouTube'ga qiziqib, YouTube orqali daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, bu shogirdlik dasturi sizga albatta qo'l keladi va foydali bo'ladi. Bu dasturda qatnashishni va ma'lumot olishni istaganlar uchun video ostida maxsus link qoldirganman. Aytganimdek, klirlar ro'yxatdan o'tinglar va biz sizga aloqaga chiqib batafsil ma'lumot beramiz. Shoshiling,
biz joylar sonini cheklab qo'yganmiz. Siz bilan video davomida qanday qilib YouTube orqali daromad qilish mumkinligini va hozir YouTube ga kirmaydigan bo'lsangiz, kelajakda nimalardan quruq qolib ketishingiz mumkinligini o'rganib chiqdik. Siz esa bu videolarda nima insight olganingizni izohlarda batafsil yozib qoldiring. Men har birini o'qiyman. Bu men uchun qiziq. Albatta bilaman, darsliklar so'rab yozyapsizlar. Siz qo'llab-quvvatlang, do'stlaringizga videolarni taklif qiling, like bosing, kommentariy yozing. Biz qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz albatta sizga shunaqa darslik videolarini ko'paytirib berishlikda. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.